Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarimiz. Bizda yana Cobalt mashinamiz bor edi. Metan uстановkaga chiroyli qilib mana uстановka qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Unga qo'yilgan zapchastlar mana blogimizga keladigan bo'lsak, Stack Gofa 8 bo'ldi. Yangicha versiyasidagi farsimkalari har doimgidek real farsimkalardan bo'ldi, originaldan. Adax ot kuchi yaxshi yetkazib beradigan reduktorlarimizdan ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib akkurat joyiga joylashtirib berdik. Zapravkinlari o'zlaringiz baho berasizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib boring. Unga qo'yilgan kulchatillari mana ichkaridagi. Stack o'zining kulchatillari. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, har doimgidek shu 90 talik vikor balonlardan qo'yildi. Tak orqasini olib qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Har doimgidek vikor balon. Kraniklari mana poloborod kranik bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Chanalarni har doimgidek 5 lik bo'linlikli baquvvat chanadan qo'yib berdik. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib boring. Chiroyli shunaqa videolar qo'yishni davom etamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Pastda raqam qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Metan propan uстановка xizmatlari kerak bo'lsa, Sirdaryo Gulistonda manzilimiz lokatsiyalarni tashib beramiz. Xudo xohlasa bular laboratoriyaga kirib, tekshirib, zapravka qilib kelsa, kompyuter ishlarini aniqlamiz, olib boramiz. Xudo xohlasa metan uстановkalar bu yoqda